Assalomu alaykum hammaga. Bugun 15-aprel 2026-yil, haftaning chorshanba kuni Rizamat bog'imizga kelganmiz. Dehqonlarimiz uchun ozgina life hack ulashmoqchiman. Tajriba. Rizamat uzumlarimizni, umumiy uzumlarimizni belidan chiqqan mana bundaq navdachalarni iloji boricha hammasini terib tashlash kerak. Sababi bular yuqoriga mevasiga ketayotgan ozuqalarni o'zida ushlab qoladi. Ozuqalarni yuqoridagi mevali shoxlarimizga yetib borishi kamayishi mumkin. Shuning uchun ushbu navdachalarni o'z vaqtida doimiy ravishda tozalab turish kerak bo'ladi. Shunda yuqoridagi mevali shoxlarimizga ozuqalarni yetib borishi yana tezlashadi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarimiz yanada qiziqarli va manfaatli bo'ladi.